Bu kofe emas, bu ganaderma. Biz do'konlardan sotib olib iste'mol qilayotgan kofelar aslida zarar hisoblanadi. Nimagaki? Buning tarkibida sun'iy shakar, kofein va har xil ta'm beruvchi zararli moddalar bo'lgani sababli sahri bor, yosh bolalarga, yurak-qon tomiri va oshqozon osti bezida kasalligi bor insonlarga taqiqlanadi. Endi esa men sizlarga 100% tabiiy bo'lgan, tarkibida hech qanday zararli moddalar bo'lmagan, eng asosiysi yod moddasi bo'lmagan ganaderma kofelarini tavsiya qilaman. Ular hamma uchun birdek tavsiya qilinadigan mahsulot bo'lib, Trevadnon, latte, cappuccino, macchiato, dark latte va brown romani, ya'ni shokolad kofesi hisoblanadi. Bu kofelarning tarkibida ganaderma lucidum ekstrakti, shakar qamishning tabiiy shakari, buning 1 kilogramm narxi 300 ming so'm turadi. Yana 7 xil giyohlar, chernogolobka, xrizmatema, oliy navli kakao va qora kofelar mavjud. Sizning sog'lig'ingizda qandaydir muammo yuzaga kelayotgan bo'lsa, energiya va kuch-quvvatga to'lib yashashni xohlasangiz, kommentariyada yozing yoki bizga murojaat qiling.